Polshaga 1 yillik рабочий viza. Yana bir yurtdoshimizga Polshaga 1 yillik ishchi viza olishlarida yordam berdik. Mana ko'rishinglar mumkin. Aka, tabriklayman. Taassurotlaringiz bizani ko'rayotgan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum hammaga. Taassurotlarim zo'r. O'zimiznikilar komandasi menga приглашение qilib berishdi 3 yillik. Приглашениеdan keyin suhbatga tayyorlashdi. Vizaga kirib chiqdim. Vizamni oldim, xudo xolisa. O'zlari aeroportdan kutib olishdi. Mana kelib oldim. Xudo xolisa ishga ham joylab qo'yishadi o'zlari. Da, ishxonangiz birinchi o'rinda tayyor. Boradigan bo'lsangiz, uy joyingiz hammasini qilib berishadi. Men уже gaplashib qo'yganman, boradigan bo'lsangiz. Plus agar siz ham Polshaga 1 yillik рабочий viza olmoqchi bo'lsangiz, bemalol Polsha o'zimiznikilar jamoasiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz sizga от и до, ya'ni приглашениеdan boshlab sizni suhbatga tayyorlab viza olishingizgacha bo'ladigan protsessda o'zimiz ko'maklashamiz. Aloqaga chiqinglar, ofisimiz Varshavada joylashgan, yo bo'lmasa onlayn ham murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.